alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qalaysizlar, sog'omonmisizlar? Qaranglar, menga qanaqangi ajoyib zo'r premium sifatdagi morojnilar keldi. To'g'risini aytsam, hali men bu morojnidan olib yeb ko'rganim yo'q edi. Sizlar bilan birgalikda degustation qilamiz, mazasini tatib ko'rib baho beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Vau. Fistashkali ekan. Ko'rinishi ham fistashkaga o'xshaydi. Ichida ham fistashka bo'lar ekan buni. Shunaqa deyishdi. Hozir yeb ko'rib baho beramiz sizlar bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Bunaqa mayin, bunaqa sifatli morojniy yeb ko'rmagandim, to'g'risini aytsam. Shunaqa ham mayin, ichidan naturalniy anaqa fistashkani mazasi kelyapti. Bu morojniyga 10 balldan 10 ballni bera olaman bemalol. Chunki menga o'zi fistashkali morojniylar rosa yoqadi. Hozir yana bitta yengili men uchun. Endi sizlar yeb ko'rdinglarmi, yo'qmi bilmayman. Dubayskiy shokoladli morojniysi chiqibdi mana. Dubayskiy shokoladli morojniysi. Buni ham ichida fistashkasi, kunefelar bo'lar ekan. Hozir birgalikda yeb ko'rib baho beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Bu dubayskiy morojniy ekan. Hozir birgalikda yeb baho beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rosa ham zo'r ekan. To'g'risini aytsam, o'zimni to'xtata olmayapman. To'g'risini aytaman, dubayskiy shokolad hali yeb ko'rganim yo'q edi, lekin dubayskiy shokoladni morojniysini yeb ko'rdim. Rosa zo'r ekan. Bir-biridan zo'r mazalisi. To'g'risi bunisini yeb ko'rib, bunisi yoqqan edi. Endi buni yeganimdan